Malayziyada tutilgan 11 nafar Uyg'urning sudi 5 iyul kuniga kechiktirilgan. Uyg'ur Nidosi Tor radiosi xabari. Malayziyada chiqadigan Bernama gazetining xabar qilishicha, o'tgan yili Tayland turmisidan qochgan va bu yil fevralda Malayziyada tutilgan 11 nafar Uyg'urning sudi 5 iyul kuniga kechiktirilgan. Ularning sudi bundan ilgirimi bir qatim tarjimon bo'lmaganligi sababidan kechiktirilgan edi. Мәзкур 11 нәфәр Уйғурның 4 елның алдыда Тайландда tutulib қалған Уйғур мұсапырларының bir qismi edi. Ayni vaqtda Taylandda tutulib qilib, o'zlarining Turkiya vatandoshligini ilgari surgan 200 Uyg'urning bir qismi 2015-yili Xitoyga majburiy qaytarib ketilgan. Yana bir qismi Turkiyaga yetkazilgan edi. Tayland qilib qolganlardan 20 nafar o'tgan yilning oxiri turma temini teshib va yotqan adiyallarini arqon qilib turmadan qochgan. Ular Malayziya chegarasi ichiga kirgandan keyin Malayziya soqchilari tomonidan tutqun qilingan. Ular navbatda Malayziya chegarasidan qonunsiz kirish jinoyati bilan ayblanmoqda. Bu qarindoshlarimiz uchun Ramazonda salih duoda bo'lishini va bu qarindoshlarimizning pat arada Turkiyadagi tuqqanlar bilan jam bo'lishini Janob Allohdan tilashni, har birlarining salih duoda bo'lishlarini talab qilamiz.